yarash shunga so'zni ovozini akaga beramiz. Biz bu yerga kelganimizning asosiy sababi ham shu, aynan driver sohani moliyalashtirish, undagi bor muammolar, shu nafaqat moliyalashtirish, balki infratuzilmalar bo'lgan kasblar bor. Ya'ni bo'lib qizish, gaz, svet yoki bo'lmasa boshqa bir holatlar chiqishi mumkin, soliq bilan tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Buni hammasini mana shu yerda biz masalasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, aholini qiynaydigan masalalarni agar hozir bizga qo'yadigan bo'lsalaring, biz shu masalalarni yechish bo'yicha o'sha o'rnatilgan tartibda hukumatga ham murojaat qilib, kerakli vazirlik, idora, tashkilotlar bilan birgalikda shu masalalarni hal qilishga yordam beramiz va buni hisobiga o'sha mahalladagi sohalarni, o'sha driver sohalarini rivojlantirish hisobiga aholi ta'minlashga erishamiz. Endi bu yerda asosiy masala bizda o'sha tete gaplashish ko'rsatilgan, ya'ni muammo ko'tariladi, vazifa aytiladi, qanday qilamiz, nima qilamiz. Biz esa uni aniq yechimlarini belgilab, aniq buni ega kesimini aniqlab, qaysi tashkilot, qaysi vazirlik kim qilishni belgilagan holda muddatini qo'yib, uni nimaga platformaga kiritamiz va u nazorat qilinadi. Shunga masalalar bo'yicha aniq murojaatlar qiladigan bo'lsalar, biz buni birgalikda Assalomu alaykum, hurmatli yig'ilish qatnashchilari, hurmatli mehmonlar, xush kelibsizlar bizga. Xursandmiz sizlar kelganlaringdan. Prezidentimizning aholi siyosati bu tepadagilar pastga tushib xalq murojaati o'rganadi degan iboralarni tasdiqlabdi. Shunga rahmat, xursandmiz kelganlaringga. Birgina qisqacha aytib o'taman. Mana shu oqilona siyosat natijasida xalqimiz minnatdor, banklar, bank xodimlaridan, bank rahbarlaridan minnatdor. Qaysi davrda bir mahkamadan bankdan pul olaman deb haftalar, 10 kunlar bankda edi. Shunday paytlar bo'ladi. Xudoga shukr, hozir kelayotgan murojaatchilar hammasi bankirlar bor, bizga biriktirgan mikrokredit xodimlari bor. Ular masalani uzoq 2 soat hal qilyapti, bemalol aytadi. Kelganlar uchun rahmat, mana so'zga yana o'sha nimaga qaytamiz. Nima masala, nima muammo, nima taklif aytaverasizlar. Bu yerda ham hozir mahalla banklar agenti kim bu yerda mahalla banki? Jamshid. Agentingiz qani? Bu yerda ikkita mahalla bor. Jo'langar mahallasi, Sarmish mahallasi. Jo'langar mahallasini Sarmish mahallasining rayonida bor. Bular bilan gaplashgan paytda ikkalari ham aytdilar, o'sha haqiqatan ham bugungi kunda oiladan beriladigan resurslarimiz tugab qoldi. Loyihalarni moliyalashtirib bo'ldik, lekin yana talab bor degan mana aytdilar. Xo'p. Aholida talab bor deding, aynan qaysi sohaga, nima yo'nalish olmoqchi bo'lyapti aholida? Ko'chliklarga ko'proq asosan. Yaxshi. Tikuvchilar uydan o'tirib kasanachilikda shug'ullanishi mumkin. Bu atrofda bir tikuvchilik sexi yoki nima bor, ularni bog'lab beradigan bo'lsak, aholi uyiga yetib o'tadigan bir nima qilsak. Smutda, shu xodimlardan xabarlar bor ekanlarda. Va 650 dan oshiq Sarmish mahallasida, 830 dan oshiq Jo'langar mahallasida xonadon bor. 1200 dan oshiq oila bor. Sarmishda 1200 dan oshiq joy bor. Bola parvarishida bo'ladi, yoki nima bo'ladi? Yoki bolasi 3 yosh bo'lgan qariya bor, chiqib ketolmaydi 8 soatlik ishga. Shunda tikuvchilikka oladigan bo'lsa yoki milliy shirinlikka oladigan bo'lsa yoki chorvachilikka oladigan bo'lsa, o'zim tomorqasida o'sha boya 2000 ga yaqin
1700 ga yaqin sotib olamanda o'zini tomorqalari bor, tomorqalarida o'sha chorvachilikda nimani tijorat qilib ketyapti. Shunga asosan bizda chorvaga hamda tikuvchilikka nima beryapti, urg'u berib ketyapti. Taklif qilyapmiz boshqa qo'shimcha sanoat yo'nalishida, qishloq xo'jaligining boshqa yo'nalishlarida o'zini sinab ko'rish bo'yicha qiziqib ko'ryapti tekshirish. Petitsiyaga boshqa yo'nalishlarda kecha man hozir xalqaga aytganman. Avvalini nima qilgan? Xolodilnik qilmoqchi, sovuq tushirmoqchi. Endi garovsiz menga nima qilyapti, men xudo xohlasa izohligacha nima qilib beramiz. Biri 9 sinov o'tiradi. Lekin tuman bo'yicha o'zi eng ko'p kredit tarqatadigan har oila tadbirkor bo'yicha iste'molda ham aholi joylashgan ikkita mahalla ham shu orada. Shturgon nima? Sardo'rga ko'proq Yaxshi, hozir bular oila tadbirkoridan beriladigan kreditlarni siz narsasini berasiz. U